what's up bolalar? Sizlar bilan Skin. Короче, bugungi videoda ham har doimgidek to'puch modlarni ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Qanunda go. Xullas bolalar, короче bizning birinchi modimiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir menda bir dona jon turibdi. Va men nimadir o'ldiraman, masalan, sigir. Mana darajam oshdi. Короче, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu cho'chqani ham o'ldirdim. Короче, bu hayvonlardan daraja oz berar ekan. Okey, mana qo'yni ham o'ldirib ko'ramiz. Okey. Yana nima? Okey, mana bu yerda lama bor ekan. Lamami nimadir. Xullas, mana shuni o'ldirib ko'ramiz. Okey. Yo, mana bolalar, ko'rib turganingizdek mana 2 daraja bo'ldi va jonim oshdi. Xullas, bu shunaqa modki, короче, daraja oshgan sari sizga jonlarni qo'shib beraveradi. Mayli, sinab ko'ring. Qanunda go keyingi modga. Bolalar, короче, keyingi modimiz mana bunaqa loydan epik narsalar. Короче, bu bilan maza qilib mana u dragonni o'ldirish ham easy bo'lib ketadi. Mana ko'rib turganingizdek. Yo, uje mana 5 ta 6 ta blok qo'yladim. Uje mana endi invertor to'lib bo'ldi. Okey, mana ishtonni kiyib olamiz. Ishtonsiz yurib bo'lmaydi Minecraft. Yehe. Okey bolalar, mana ko'rib turganingizdek, xullas TNT, you what the fuck? Okey bolalar, mana shu toporimiz ham nechta eng kuchlilariga yaltiratilganmi? Okey. Mana qo'yni o'ldiramiz, qo'yni. Xullas, bu mod haqida menda boshqa ma'lumot yo'q. Короче, bu faqat mana shu loydan epik narsalar beradi. Okey. Mana uje bir bolo damlamalar berib tashlayapti. Go unda. Mayli, keyingi modga o'tamiz. Okey bolalar, bu bizning 3-modimiz. Короче, hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Xullas bolalar, ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam o'xshamadi. Короче, men qazish uchun narsa topmoqchi edim, lekin ko'mir ham chiqmadi hatto. Xullas, o'zim qo'yib ko'rsataman hozir qo'lda. Bu короче hozir mana biror narsa olaylik, masalan, almas. Mana olmos blokni olamiz. Olmos rudasini, toshni olamiz. Endi tasavvur qilamiz. Mana короче bu shaxtda izlar mana almas topib oldilaring. Xullas, nomini cho'zmasdan aytib qo'ya qolay, bu wine miner unda. Короче, hozir ko'rsataman. Mana bitta survivalga o'tamiz. Va короче mana bu almas bloklarini chopamiz. Va ko'rib turganingizdek, hammasi bitta dolinyapti. Yo. Okey, bu xullas mana shunaqa mod, короче, rudalarni bittada ko'mirmi, temirmi farqi, любой rudani bittada mana hammasini qazib beradi mana. Yo, mana hammasi tushyapti bitta qazish orqali. Mana o'sha darajalarim ham oshib ketyapti. Okey. Mana yana ko'rsataman. Mana bitta qaziymiz va hammasi bittada tushadi. Okey bolalar. Короче, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Har doimgidek modlar barchasi mening Telegram kanalimda. Kanal silkasi esa описаниеda bo'lardi. Aytgancha, bu modlarning barchasi 1.21.51 versiya uchun. Hammaga xayr.